Assalomu alaykum. Robocon testidagi 0373 masalani yechamiz. Omadli chipta. Masalani shartini o'qiymiz. Otabek jamoat transporti uchun chipta sotib olish uchun shoxobchaga boribdi. Transport agentligi tomonidan chegirmali chipta e'lon qilingan ekan. Chegirma omadli chipta egasiga berilar ekan. Omadli chipta bo'lishi uchun chiptaning raqami 6 xonali bo'lishi e'tibor beramiz. Demak, 6 xona bo'lishi kerak ekan va birinchi 3 ta raqamining yig'indisi oxirgi 3 ta raqamining yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Sizning vazifangiz omadli chiptani aniqlash dasturini tuzish. Xo'sh, bu yerda n'ga e'tibor bering. N 0 dan to 16 darajasigacha. Biz demak bu kichik sonlarga e'tibor bermaymiz. Faqat 6 xonalisini tekshiramiz. Aks holda demak omadli chipta bo'lmaydi. Endi demak n berilar ekan. Chiqish faylida nima deyishimiz kerak? Yes yoki no. Agar omadli bo'lsa haqiqatdan yes. Ana bu yerda bu 6 xonali va birinchi 3 tasini yig'indisi keyingi 3 tasini yig'indisiga teng. Bu yerdachi birinchi 3 tasini yig'indisi keyingi 3 tasini yig'indisiga teng emas. Shunga no deb chiqarishimiz kerak. Ana bu yerda izohda ham yozib qo'yibdi. Faqat 6 xonali son bo'lsagina omadli bo'ladi debdi. Demak, bu masalaning sharti edi. Endi algoritmiga kelsak, algoritmi juda oddiy bo'ladi. Bu xuddi aytganidek, birinchi 3 tasini yig'indisini keyingi 3 tasini yig'indisini hisoblaymiz. Agar teng bo'lsa yes, aks holda no va 6 xonali bo'lmasa ham no deb chiqaramiz xolos. Keling endi shu masalani C# yechaylik. Visual Studio'da C# da proyekt hosil qilib olamiz va create'ni bosamiz. Xo'sh, ortiqcha bibliotekalarni o'chirib tashlaymiz, ishlatmaydiganimizni. Xo'sh, endi string tipida sonni o'qib olaylik. Console readline bilan. Endi natija string tipida hozircha no deylik, ya'ni omadli chipta emas deb o'ylaylik. Omadli chipta bo'lishi mumkin qachonki agar sonni uzunligi length funksiyasini ishlatamiz, atributi buni. Demak, 6 ta bo'lsagina uzunlik 6 ta bo'lsagina keyin tekshiramiz. Aks holdachi, masalan, bu yerda console readline natija deylik. Mana bu yerda no deb omadli emas deb o'yladik. Agar omadli bo'lsa, ana bu yerda o'zgartiramiz yesga. Hozir o'zgartiramiz keyin va oxirida natijani chiqaramiz. Agar bu yerda 6 xonali bo'lmasa ham bu qism bajarilmaydi. Shunday keladi, no ni chiqaraveradi. 6 xonali bo'lsa, bu yerda tekshirgandan keyin agar yesga o'zgartirsa, yana shu natija chiqadi. Bo'lmasa o'zgarmasa, natija nolligicha turaveradi. Xo'sh, endi tekshirib ko'rishimiz kerak. Endi int tipida s1 teng 0 va s2 teng 0 deylik. Bu s1 chap tomon 3 talik, keyingi o'ng tomon 3 talikni yig'indisi bo'lsin. Va takrorlash operatorini ishlatamiz. I teng 0 dan 2 gacha. 0 dan 3 gacha, 0 dan 2 gacha qabul qiladi bu. Endi bu tenglik belgisi yo'q bo'ladi. Demak, 0, 1, 2 indeksdan oladi. Endi S1 ga qo'shamiz. Qarang, mana bu yerda SI desak, inchi indeksdagini oladi. Lekin bu char tipda bo'lib turibdi, to'g'rimi? Shuning uchun bundan mana bu 0 ni ayirsak, bu S1 son. Xo'sh, ana bu sonni inchi raqamini olamiz 0, 1, 2 gacha, to'g'rimi? Va bu endi lekin xotirada bilamiz int tipda saqlanadi, ASCII kodi saqlanadi. Shuning uchun raqamga o'girish uchun biz yana 0 ni ayirib qo'ysak, bu ham ASCII kodida. Ayirsak farqi o'sha raqamni o'zi chiqadi. 0, 1, 2, 3 dan raqamni qiymati chiqadi. Xuddi shunday S2 ni ham demak sonni endi i plus 3 deymiz. Nimaga? Chunki masalan ana bunday bo'lsa, 0-indeks, 1-indeks, 2-indeks, to'g'rimi? Ana buni S1 nima qiladi? Shuni yig'ib boradi. Bu yerdanchi 3-indeks bo'lsa, ana 3 plus i 0 dan boshlanadi-ku. Demak, 3 plus i buni oladi, keyin 4 bo'ladi, keyin 5 bo'ladi. Xo'sh, demak shunda boshdagi 3 ta va keyingi 3 tani yig'indisini olamiz. Endi aytamiz, tekshirib ko'ramiz. Agar deymiz S1 teng S2 bo'lsagina natijani yesga o'zgartirib qo'yamiz. Bo'ldi, tamom. Demak, mana 6 xonali bo'lsagina bu tekshiradi va yig'indisini hisoblaydi. Agar yig'indisi teng bo'lsa, chap va o'ng tomondagi 3 ta raqamlar yesga o'zgartirib qo'yadi ana bu yerda. Aks holda teng bo'lmasa, nolligicha turibdi ana. O'zgarmaydi va bu yerda natija chiqadi.
Bo'ldi, tamom. Endi ishlatib ko'raylik. Mana yes dedi, to'g'ri. Keyingisini ham ishlatib ko'raylik. No dedi, to'g'ri. Endi buni olamizda baholash uchun yuboramiz. Va bu yerdan C# .NET ni tanlab yuborishni bosamiz. Va natijani kutamiz. Testlardan o'tyapti. Mana o'tib bo'ldi, accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning C# yechimi edi. Quyidagi Telegram, YouTube va Instagram kanallariga obuna bo'lamiz. Ilmni tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz.